aldı bilen şu yaşlarning dindan yiroqlashishdagi ichki sabablar haqida to'xtalib boshlasak marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Yaşlarning dindan yiroqlashishining ichki sababi maksat yaşlarning o'ziga munosabatli sabablar. Sirtqi sabablar emas, yoshning o'zidan kelib chiqadigan bu sabablarga to'xtalamiz. Biz bunun 10 turlik mesele var. 10 turlik meseleni qisqachalam deb o'tamiz. Xo'sh. Birinci yaşlarninki dindan yiroqlashishining birinchi sababi yaşlarning islomning haqiqatlarini, islomning prinsiplarini, qimmat qarashlarini va dunyo qarashini bilmasligi yoshlar. Shuningdek bu yoshlarning bu dunyoga men nima uchun keldim? Dunyoga kelishga maqsad g'oya nima? O'lgandan keyin qanday natija yuz berdi, qanday holat yuz berdi? Bu haqda ko'plagan yoshlarning izlanmasligi bu dindan yiroqlashishning birinchi sababi. Agar bu dunyoga kelishga maqsad va o'lgandan keyin nima ish bo'ldi, nega borman degan masala o'ylangan bo'lsa, cho'qim va dunyolik bilan oxiratlikni o'ylab u dinda tug'an bo'ladi. Yoki dinda mustahkam tug'an bo'ladi. Xo'sh. Ikkinchi sababi yoshlarning islomni bir butun tushunmasligi. Yani İslam nima desa, aqidaninki olti erkanni zihni bilib qo'ysa, islomninki oshkora shuar ibodatlarni, namoz, ro'za, zakat buni kuchayotgan chiqib qo'ysa, bundan bilan tugdi. Boshqa hayot bilan, boshqa soha bilan bu islomning aloqasi yo'q deydigan bir xato tushunib qetish. Yani İslamni bir butun tushunmas. İslamning aqida sohasida, ibodat sohasida, axloq sohasida, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzumdan iborat bir butun hayot sistemasi, hayot qonuniyati, hayot xaritasi yoki hayot metosi tushunmaslik bu yoshlarniki dindorlik chiqib ketsa sababi. Faqat masjidga chaqda dindor bo'lsa, qag'at jamiyat chiqqan vaqtida nima ish qilayli, o'zimiz xohlagan palak mansab qo'l deydigan bir xato uqum bu dinni sog'lom tushunmaganlikdan gap chiqmaydi. Yoshlarning dinda yiroqlashish uchun sababi yoshlarning ko'payisi islom dinining bir aql dini ekanligini bilmaydi. Ko'plagan yoshlarimiz o'qiydi maktabda, universitetlarda o'qiydi, yuqori saviyada o'qiydi. Men yaxshi o'qib bir ijodiyat yarataman, kashfiyat yarataman, millatimga, insoniyatga balkim ijodiyat yarataman, ulug' ishlarni qilaman, tarix sahnasiga chiqaman deyish mumkin. Buni neden çünkü bu İslam dini onu qo'llamaydi ko'plagan yoshlarning kallasida. Bugungi g'arb dunyosi yoki boshqa sistemalar bu ilm fanga, aqlga yo'l ochmaydi. Bu dinning buni bilan munosabati yo'q. Xo'sh. Bugungi dunyo boshqa bir dunyo. Bugungi dunyo degan uchur davri, bugungi dunyo aql davri, bugungi dunyo ilm ma'rifat davri. Bu din degan faqatlan masjidga vaqtida Allohning oldida borgancha ibodat qilgan, buning bilan aloqasi yo'q deb qarang. Yoshlarimiz islom dinining aql dini ekanligini bilmaydi. Başka dinlarga ilgili, başka tasavvur, falsafa, nazariyati ilgili islom dinidagi aqlni ishlatishga, tafakkur qilishga, o'ylanishga, ijodiyat, kashfiyat yaratishga qanchalik hirismand ekanligini, qanchalik buyuradiganligini buni bilmaydi. Net yuzlagan oyatlarda, net yuzlagan hadis shariflarda bu aqlni ishlatish to'g'risida buyruqlarning, ko'rsatmalarning kelganligini yoshlarimiz bilmaydi. Xo'sh. Shundan bu yoshlarimiz islom dinining bir ilm ma'rifat dini ekanligini bilmaydi. Dinimizden ilim ma'rifatni bir qo'shimcha ish emas, bir musulmonning ixtiyoriy ish emas, balki qaysi sohada bir narsa o'qsin, farz ibodat ekanligini yoshlarimiz bilmaydi. Cho'g'li bilmagandan tabiiy holatda yoshlarimiz bilmaydi. Ilim ma'rifatdan dinimizning farz ekanligini, ibodat ekanligini buni yoshlarimiz bilmaydi. Yoshlarimiz bu yerda vahiy bilan, Qur'on sunnat iborat vahiy bilan bu aqlning zidlashmaydiganligi, Qur'on sunnatdan iborat bu vahiy bilan ilm ma'rifatning zidlashmaydiganligini yoshlarimiz bilmaydi. Xo'sh. Ko'plagan yoshlarimiz ilm falsafa kirib biz ish qilamiz, millat kasb qo'shimiz, vatan qo'li qilamiz degan ko'pincha bu nuqtani bilmaganlik uchun, shunga dindan yiroqlashib qolmasak, bu taraqqiy qilolmaymiz, ish qilolmaymiz, yuqori saviyaga yetolmaymiz degan o'xshash xam xiyollar bilan turadi. To'rtinchi sababi, yoshlarning dindan yiroqlashish to'rtinchi sababi İslamның ko'rsatmalari bilan insoniy tushunchalarni farq etolmaydi. İslamның ko'rsatmalari ayrim, insoniy tushuncha ayrim. Ya'ni bu deganlik dinning ko'rsatmasi, Qur'on sunnatdan iborat. Bu ikki manbadan kelgan ko'rsatmalar xatolashmaydi. Xatolik bormiz, xatolik yo'q. Her zaman insanın faydasına ko'rsatma beramiz, faydası. Her zaman taraqqiyot tashabbus qilamiz, tashabbus. Her zaman ilm ma'rifat o'rgandan do'st deydi. Her zaman o'ylan, ish qil, insoniyatga foydali ish qil deymiz deydi. Her zaman o'zingning izzitingni, vataningni, xalqingni, mol-mulkingni, kimligingni qo'g'da deydi.
Ama yaşlarımız bu dinin prensiplerini insani düşünceni bilenmegenlik için bazı insanların gözü karıştırıp din muşunda okşaydı değil. Bu insanların düşüncesi hatalık yüz veremiz, hatalık yüz verdi. Mesela ben üzerimden tasavvurum boyunca, göz karışım boyunca bazıları hatalı işlemimiz hatalı işimi. Hoş. Sizin bu hatalı işim hatalı. Yani bir peylasip olsun, yani bir ölüma olsun, yani bir yazgıcı olsun, hatalı ihtimali bağımlısı var. Ama Kur'an sünnet, dinimizden menbesi olan Kur'an bile sünnet hatalı imkanı itibarımız yok. Bunu ayrış lazım. Bu sebepten köplügen yaşlar bunu bilinmegenlik için Müslümanların hatalıkını dinden kerevdir. Bugün günlük Müslümanlar köp işte hatalaştı. Mesela ilim marifet yüzlenmedi. Akılını işletmedi. Özünü qoğdaş kelgen can pasif kıldı. Düşman bilen apak çapak oldu. Hoş. Hatalıkımız bunu hamız. Bu hatalık Müslümanın hatalık mı? Dinin hatalıkımız. Bu Müslümanın hatalık, dinin hatalık emas. Bunu köplügen yaşlar bilinmegenlik için bu diniga atıp koyardı. Bu dinin maksat, İslam dinin maksat. Hoş. Beşinci sebep yaşlarının dini yaklaşın. Yaşlardaki fikir acizlik. Fikir turaksızlık. Ya ki fikri buruluş ya fikri ezip geçiş. Mesela yaşlar degenimiz toluksuzdan başlanışı mümkün. Toluk otur okucu oluşu mümkün. Üniversite oluşu mümkün. Buna hemiz yaşlar grupsuz gördü. Aldı ki o. Demek bunlarda bir fikri turaksızlık. Fikri acizlik. Bugünkü okşaş fikir hücumu şiddet bilen bo'layotgan, fikri talash tartish kuchayotgan, fikri jihatdan tashviqot va boshqa sabablar yuzlantirayotgan bo'lsa-da, yoshlar fikri ojiz bo'lib qolsa, taraf-taraf tortib ketadi. Bugun tayini yo'q odamlar, qarqo'saq odamlar. Hech narsada bir e'tibori bo'lmagan bir odamlar, ilm ma'rifatdan nesiyasi bo'lmagan odamlar o'zini bozorga soladi. Shunday bo'lsa, ay tayini yo'q odamning keyinida yuradigan bir qism yoshlarni ko'rayotamiz. Demak, bu nimasi? İdeya turaqsizligi, ideyaningki jalliq bo'lmaganlikning ifodasi. Yoshlarning islom dini qilishningki oltin sababi shakli dindor. Sen nima uchun musulmon, sen nima uchun dindor, nima uchun namoz o'qiysan desa, ota-onam namoz o'qibdi ekan. Shuni o'qiyman dedi. Nima uchun o'qiysan desa, yo'q dadam qapulayda o'qimasam dedi. Yoki uydagilar o'qiydigan o'qidim dedi. Ammo nima uchun degan bu savol haqida. Bu islom qanday din? Buning prinsiplari nima? Qimmat qarashi nima? Qanday bir natijaga keldi? Buni yoshlarimizning ko'pincha o'ylanmaydi. O'ylanmayotdi. Bu sababdan shakli bo'lgandikan bu zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, vaqtning o'tishiga ergishib, bu o'zining qanoatidan bo'lmagan, dilligi ega bo'lmagan bu holat tadrijiy yemirilib bo'shab ketadi. Shuning bilan qanoat lazım. O'ylanish lazım. İzlanish o'yi yetirish lazım. Hoş. 8. sebebi yaşlarımız erkinlik hukmunu düşünmeydi. Erkinlik degan bu hukmunu düşünmeydi. Bu dindarlıkni erkinlik zid deb düşün. Dindar olup kalsak biz erkin bo'lamaymiz. Dindar olup kalsak biz qalaq olup qalamiz, jonning kendi qalamiz, dunyoning kendi qalamiz. Hoş. Yaşlarni ko'pincha. Erkinlik degan hukm nima? Bu intayin muhim. Erkinlik degan mas'uliyatchilik. Dunyoning har qanday yer erkinlik mas'uliyatchidir. Mesela g'arb dunyosi misol qarang. Birisi yana birisini ursa, yoki birisidan yanchiqib pulni elib olsa, erkinlik bormi? Angliyada, Amerikada? Yo'q. Çünkü qonun jazolaydi. Demek bu yerda erkinlik mas'uliyatchilik erkinlik. İslam dinlik erkinlik nimada iborat ise, islom chekilgan doirada sirtqi ishlarda insoniyatga, ya'ni boshqa ziyon etganmaydigan bo'lib qolsa, hamisha erkin. İslam chekilgan ish bo'lmasa, boshqalarga o'zi va boshqa ziyon etgan bo'lsa, u ishda erkin. Hoş. Mas'uliyet o'ziga. Bu erkinlik bu doir. Ammo bugungi yoshlarning da'vatga erkinligi faqat yerim yalang'och erkinlik. Yoki gunoh ma'siyat qilishga erkinlikdir. Siyosiy erkinlik olsun, iqtisod tiklash erkinligi olsun, ilm ma'rifat o'rganish erkinligi olsun, safar qilish erkinligi degan bu erkinlikning hammasi islom dini muqaddas deb qaralgan, inson huquqi, insonning e'tibori deb qaralgan, buyurilgan ishlar. Bu hukm tushunmaganlik uchun faqat shu yerim yalang'och yurish, egizak pas diskussiya qilish buni erkinlik deydi. Hoş. 8'incisi yaşlarımız g'arb dunyosiniki ilm-fan va sanoatiga mas'ul bo'lib qolgan bir qism yoshlarimiz nimani elish, nimani olmaslik. Qaysi to'g'ri, qaysi xato buni uqolmaganlik uchun g'arbdagi ilm-fanniki taraqqiyotiga mas'ul bo'lib, oladigan yana olmay, ilm ma'rifat o'rganmay, uning ideya qismiga, madaniyat qismiga kirib hammani qarqo'yaq elib oladigan bu xatolik kirib qolsa, bu yer dinni chatlaydi.
İlim bərpət ögünəmdik, kimdə olsa ögünümüz. Sanaat kimdə tərəqqi qilgan bolsa, alamdıqsa alımız, dinimizdən görsətmiz. Amma halal haram taqşıdığan yerdə toxtadı. Mesela fizik öğrendi, kimya öğrendi, astronomiya. Bu ilimni öğreniş dinimiz farz mı? Farz. Kur'an'da 1000'e yakın ayet asman cisimleri asman hakkı toxtulur. Bunun köpeğisi astronomiya bilmese, fizik, matematik bilmese o ayetlerin düşeni görünmeydi. Öğrenimiz. Ama haramga taqışıp kaldığan. Bu nereden kep çıkıyorsa idiyat meselesi. İdiyat tasavvur meselesi, medeniyet meselesi. Bu sen özün alıdığın yerine koyup durup başka kişilerinki kimlikinden kep çıkan, ideologisinden kep çıkan, dünya karşısından kep çıkan nasıl kere olup bir yerde galtı kaçtırım el olup bir yerde ezip kötü dinini yıraklaşıyordu. Demek bu gariplikler karşısak insan hukuku icat kıptı. Siyasi erkinlik varken, o varken, bu varken. Unda oğan çağırıp biz bu şöyle okşay, bu dinden yıraklaşsak, garip dünyası okşaş. Taraqqiy qilamiz deb dindan yiroqlashdi. Amaliyotda inson huquqi 1900 Qur'on kelgan birinchi oyatda Allohga qulluq qilib unadimash har qanday birisi qulluq qilish rad qil degan. Bu islomdagi la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan bu shahodat kalimasining ma'nosini bu yoshlarimiz bilmaydi. Tavhid bayrog'i islomdagi erkinlik, hurlik bayrog'i ekanligini afsuski ko'plagan yoshlarimiz buni bilmaydi. 9-inchisi yoshlarimiz ko'pincha skolarizmni taraqqiyotdanki alameti. Yoki taraqqiy qilish uchun skolarizm bo'lishi kerak. Skolarizmdan maqsad biz ko'p to'xtaldik. Ya'ni dinni faqat masjidga cheklash, ijtimoiy hayotga, siyosiy hayotga, maktab hayotiga, ish xizmat o'rlashtirmaslik. Demak biz bu g'arb o'sha skolarizmga yo'l kirsak, taraqqiy qilamiz dedi. Bu xato bo'lsa bu xato. Bu g'arb dunyosining tasavvuri, g'arbdagi dinni qarta kelib chiqqan bir hukm. Xo'sh. Shuningdek bu yoshlar ideya jihatda, ya'ni maqsad dunyo ko'z qarash, yürüyüş duruş, kiyim-kechakda olsun, o'tirib qopash jihatda Michael Jackson bo'lamiz, yanimiz bo'lamiz doğrusa bu taraqqiyot, olg'a ilgarilash, madaniylik deb qaraydi. Amaliyotda eng chong bir xato. Dinni yiroqlashning sabablaridan biri shu. Ideya jihatda, yürüyüş duruş jihatda yoki stilda g'arb dunyosini doğrash bu taraqqiyot emas. Bu taraqqiyot inson o'zining kimligini, o'zining qimmat qarashini, o'zining muqaddas deb qaragan narsani qo'dg'ayot endin taraqqiy qiladi. Boshqasidan posmisini eklab, shlapsini eklab, men taraqqiy qildim, madaniyatli bo'ldim, madaniyatli bo'lmaydi. Qo'zqalgan biznesi borimiz yo'q, umas yo'q. Qarib olsak, lekin gilas taqib olgan bilan yoki bir binasini ko'tarib olgan bilan madaniyatlik yoki taraqqiyot hisoblanmaydi. 10-inchisi yoshlarimizdan ko'pinchisi yoki bir qism xato da'vatchilarga uchrab qolganlikdan dindan yiroqlashmoq. Qanday da'vatchilar xato desa, islomning oson ekanligini bilmaydi. Islom oson, amaliyot oson. Islom kang qo'saq bo'lsa, kang qo'saq boshqa dindikilarga, boshqa millatlarga nisbatan muomala qilish islomning ko'z qarashi aniq. Zulm qilmasa, tajovuz qilmasa, ular bilan normal insoniy qarindoshlik bilan muomala qilish har zaman yo'l ochiq. Balki unda halqib o'tib, qaysi tür yaxshilik bo'lib qolsa, qilinglar, musulmonlik obrazini sil chiqlanglar, boshqalik qilganini sil qilmanglar degan buyruq bor. Bu islomning kang qo'saq dini ekanligi, oson din ekanligini ko'pincha demayli bir qism vaizlar buni bilmaydi. Bular haram doirasini taraytadi. Uni qilsang bo'lmaydi, buni qilsang bo'lmaydi. Haram doirasini kengaytadi. Dinimiz yo'l qo'ymagan, dinimiz buyurmagan, Qur'on sunnat kelmagan narsani o'ttasi qo'ysalar, yoki o'zining fikriga maslashurman deb haram deydi. Bu orqali dinni nachin, murakkab, yashig'in olmaydigan bir narsada ko'rsatib qo'yadigan bir qism halol doirasi. Sapasiz, ongsiz da'vatchilar bor. Vaizlar, da'vatchilar vaizlar. Yoshlar buni ushqab qolsa, din mushunda bo'lib qolsa, asta ishimni qilay deydi. Ya yashig'in olmasa, ya maktab hayot taraqqiy qilmasa, ya ilm hayot taraqqiy qilmasa, hamma ish bo'lmaydi desa, soat taqsi bo'lmaydi dedi bu palaniyani dedi. Gidas taqsang bu Yevropaning dedi. Yana bizmeni kelsang bizjaning dedi. Samsung nasan Koreyaning, iPhone nasan Amerikaning, kapirning biznesi qilmaydigan bu xil radikal, bu xil mutashaddid bir vaizlar chiqib qolg'ashlar bo'lib qolsa, bunda dini kirgicha men kirmay, kirgan bo'lib qolsam tadrijiy holatda ishini bilib yiroqlashadi. Aslida o'ylamsiz, ma'lummi? Bu yoshlarning dindan yiroqlash sababi biz keyin o'limalar haqida ayrim to'xtalamiz. Men yuqori 10 turli sabab bu yoshlarning dindan yiroqlashdan, so'yib ketishdan yoshlarning o'zidan kelib chiqqan sabablar hisoblanadi.